Jimjit tong edi. Osmon tiniq, shamol ham sezilmasdi. Hammaning ko'zi oddiy kundalik hayotda bo'lgan bir paytda, ko'pchilik bilmagan, hatto tasavvur ham qilmagan bir haqiqat bor edi. O'zbekiston raketasi haqida gap ketganda odamlar ko'pincha eshitganlari bilan cheklanadi. Ammo shunday faktlar borki, ular hech qachon baland ovozda aytilmagan, hech qachon ochiq muhokama qilinmagan va aynan shular eng hayratlanarlisi edi. Chunki bu raketa oddiy qurol emasdi, u butun o'yin qoidalarini sekin va jim tarzda o'zgartirayotgan texnologiyaning ramzi edi. Ko'pchilik raketani faqat uchish, portlash va vayronagarchilik bilan tasavvur qiladi. Lekin bu hikoya portlashdan oldin boshlanadi. U yerda raketa hali yerda turgan bo'ladi, ammo allaqachon o'z vazifasini bajarayotgan bo'ladi. Bu raketa ko'zga tashlanmaydi, shovqin qilmaydi, lekin uning mavjudligi qarorlarni o'zgartiradi. Chunki eng katta kuch har doim ko'rinadigan kuch emas, balki hisobga olinadigan kuch bo'lgan. Bu texnologiya ortida turgan g'oya juda oddiy, lekin nihoyatda xavfli. Agar raqib sening nima qila olishingni aniq bilmasa, u har bir qadamni 2 marta o'ylaydi. O'zbekiston raketasi aynan shu noaniqlikni yaratadi. Uning qanchalik tezligi, qanchalik aniqligi yoki qanday ishlashi haqida aniq tasavvur yo'q. Faqat taxminlar bor. Ana shu taxminlar esa eng kuchli quroldan ham qo'rqinchliroq bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, osmonni kuzatayotgan murakkab tizimlar bor. Radarlar, sensorlar, algoritmlar birgalikda ishlaydi. Lekin bu raketa oddiy radarlar uchun go'yo mavjud emasdek. U o'zini yashirishni biladi, atrof muhit bilan uyg'unlashadi, signallarni chalkashtiradi. Natijada uni ko'rish emas, balki faqat sezish mumkin bo'ladi. Va bu sezgi har doim ham kechikib keladi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu raketa faqat jismoniy kuch emas, balki psixologik bosim hamdir. Chunki qarshi tomonda turganlar doim bir savol bilan yashaydi. Agar hozir nimadir sodir bo'lsa-chi? Agar ko'rinmagan raketa allaqachon yo'lda bo'lsa-chi? Shu savolning o'ziyoq qaror qabul qilish jarayonini sekinlashtiradi. Urushlar ko'pincha tezlik bilan yutiladi, lekin bu yerda tezlik sekinlik orqali ustunlikka aylanadi. Bu raketa haqida gapirilmagan yana bir fakt shuki, u faqat jang uchun yaratilmagan. U aslida urushning oldini olish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Chunki kuchli himoya tizimi hujumni keraksiz qiladi. Agar sening imkoniyating noma'lum va xavfli bo'lsa, hech kim uni sinab ko'rishni istamaydi. Shu sababli bu texnologiya portlamaydi, lekin tinchlikni saqlab turadi. O'zbekiston raketasi atrofidagi sirlarning yana biri uning moslashuvchanligidir. U bitta vazifa uchun qotib qolmagan. Sharoitga qarab o'zgaradi, o'rganadi, xatolardan xulosa chiqaradi. Bu esa uni oddiy mexanizm emas, balki fikrlovchi tizimga yaqinlashtiradi. Aynan shu jihat uni kelajak qurollari qatoriga qo'shadi. Ba'zilar bu faqat afsona deydi. Ba'zilar esa bu kelajak allaqachon boshlanib bo'lganini tushunadi. Chunki haqiqiy texnologiyalar ko'pincha oshkor bo'lganda emas, balki sukut saqlanganda eng samarali bo'ladi. O'zbekiston raketasi haqida ochiq gapirilmasligi ham bejiz emas. Sir saqlangan sari uning ta'siri kuchayib boradi. Bu hikoyada eng muhim narsa raketaning o'zi ham emas. Eng muhim narsa bu yondashuv. Jim, hisoblangan, shovqinsiz kuch. Bu yondashuv kelajakdagi barcha texnologiyalar uchun yo'l ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Chunki zamonaviy dunyoda yutish uchun eng baland ovoz bilan baqirish shart emas. Ba'zan hech narsa demaslik kifoya. O'zbekiston raketasi haqida hech kim gapirmagan faktlar shundan iboratki, u qo'rquvdan emas, hisob-kitobdan tugilgan. U shoshqaloqlik mahsuli emas, balki sabr bilan qurilgan tizim. Va eng asosiysi, u faqat qurol emas, balki signal. Bu signal shuni aytadi, bu hududda o'yin qoidalari boshqacha. Kun kelib, balki bu texnologiya haqida ko'proq ochiq gapirilishi mumkin. Balki u faqat tarixiy misol sifatida eslanar. Lekin hozircha u jim turibdi. Va aynan shu jimlik eng baland ogohlantirishdir. Chunki ba'zi faktlar aytilmagani uchun emas, balki aytilsa ham juda kech bo'lishi mumkinligi uchun yashirin qoladi.